Mana bading bo'lmasa. Aqlliqchi Chaqqan bo'lar kechikma. Qara, mana sen. Sulka, artistlar kelibdi. Voy, Odilka qanday ahvoling? Yaxshimi, salomat bo'linglar. Ha? Bu jiyan oldin chiqasizlar? Bir MTV ota jiddiy suratga olayotgan. Ha, o yaxshi bo'pti-ku. Voy! Adilni chiqdi bu. Emas u ipxostirman men. Men yaxshi ko'rmayman. Xos emas, ipitipot. Ipitipot deganda tutibitsandam. MTV deganimiz jiddiy turkansan-chi, bu ukam-a? Adilga bo'ldi qilar. Amishdan qilaman, quloqdan sichkatda. Mau eliqib, mo'shtimda aytirib dadam anglaydigan narsa aytadigan mana shu. Zamondan keyin qanday etizmoq istedigan. Kulram, ma gapinglar qamlashmadi. Bo'ldi. Abduqodirjon tunmaydi oshmaysizlar? Abduqodir yariylar hozir xalq naqshlarimizni voyaga yetkazib ertib, xalqimizning olqishiga erishayotgan naqshchi bu. Bundan so'ng qanday bo'ldi? Adilka, xalq naqshil deydikansan. Menda bir shu pechat naqshani o'ynamamdi, shundami? Adilka, biz mush bir necha yillar san'atimizga bekinmoqlarni bir buzib yutaylik deb. Sizlardek mushunda kasbiy san'atkorlarning qilish iqtidori yetmayotgan mushta zamonaviy san'atni suratga olyapmiz. Ukam sen Mavi kasbiy san'atkorlar qilolmayotgan ishlar danglar. Shu. Adilka. Bu zodi qilolmaydigan ishmi yoki biz qilishni xohlamayotgan ishmi? Bundan bir qilib ko'rsatib qo'yma. Ha, yo'q, jimotta. To'xta. Qamlashtiramiz sen bir keltirib ko'rsatib qo'yam ya. Men qilsak o'zimizni avar qilib. Men o'ylab chiqarib. Adilka, ashta qilgan bo'lsa, bizning bola bir kun o'tasizlarmi? Ya Allah. Tayyorlab. Ya mikrofon yo'qmi? Mikrofon beraman, chaqan bilan. Kasbiy, ko'rdingmi? O'tiramaydi. Rejissor, men qanday qilma? Yaxshi qilsiz, menga. Ha, ma'qul. Tayyorlik. Operator tayyorlik. Set, action. Oxoxon, sizga ko'nglim majbur meni. Voy, mening sevgilim bor. Nima? Ha? Music. Ketsi bu. Beni tashlab ketsi bu. Kes-kesle gidiyorsun. Sen de gördün nesli bu. Ketsi bu. Beni tashlab ketsi bu. Kes-kesle gidiyorsun. Sen de gördün nesli bu. Ketsi bu. Beni tashlab ketsi bu. Kes-kesle gidiyorsun. Sen de gördün nesli bu. Ketsi bu. Beni tashlab ketsi bu. Kes-kesle gidiyorsun. Sen de gördün. Chiqibdi. Haqiqiy san'atkor. Rahmat aka. Ya. Men kelishi. Ko'rdingmi? Men Odilka mush yeshida naqshchi emas turib bir qatim ko'rib, qara, ko'rdingmi? Men ko'rshaman. Ya, bildiram. Ma ishqa haqiqiy san'atkor deganinglar bu qamlashmada. Ukam. Ha? Meningcha buni doras ancha tas emas. Rosa ustikasin. Biroq men hayron qoldim, buni nima ish qildim deb Uyg'ursini MTV qishlarini olib qoldinglar. Moda tursa. Moda? Qadir ukam, moda emasmi bu? To'g'ri dedinglar. Bu naqsha dunyo miqyosida moda bo'lib, shu millatning san'at sevgisini dunyoga tunutdi. Bu ular o'zlari faxrlangan natija. Sizlar nima haqni do'rab, uning mastoni bo'lib yurysizlar? Sizlar 1000 yil padilchining ishini kiyvag'inglar bilan Amerikalik yüzünglarni qar oyoq beyli maylibasanlarmi? Hargizmi qartalik naqsh bo'lolmaysizlar. Sizlar yanıla Uyg'ur bolalari fikrlarim. Albatta boshqa allarniki ilg'or madaniyatga qiziqganlarni buni bir xato ish degani bo'lmaydi. Lekin o'zimizning bu etkisiz xalq naqshlarimiz, muqamlarimiz davrdan davrga tarqib ketayotgan ajoyib issiq ijodiy naqshlarimiz bor. Ana shu naqshlarimiz melodiyasining go'zalligi, ifodalangan hissiyotning boyligi, kayfiyatning o'ynoq sho'xligi bilan xalqimizga tunilyapti. Boshqa allar shunga bizning san'atimizni yaxshi ko'ryapti. O'zimizning ashaq issiq san'atimizni yaratmay, boshqalar bunda qarolat cho'qilsa qanday bo'ladi fikrlarim? Şuna başkalarınki ilgар taraflarını biz mi ügüneyli. Ama özümüzdekini zamanla layık terakki kıldıraylı, moda kılaylı.
Ana aslında kınancaklılar bizim sanatımız dünya sahnelerinde karşılığında öz ornunu tapalaydı. Doğru dedim mi ya fikirlerim? Navatstak gap qildim Juma aka. Möre qo'yganga naqsh o'qamaydik ne Adilka? Albatta Mana Risa, ma gapni qo'y, haqiqiy jinoa bo'ldi. Mushni qilib tushiribdi qa. O'tadi bu odam. Ya fikirlerim, bunu sizlerden görüşkünmaydı. Bizim sizlerden deydiğen mecburiyetimiz var. Abdülkadir Fıkha, bir gün aya bir gün eğitimizde isim nakşamında bir başlamayalım ha. Allah kulak. Abay dinleyet mi Allah? Sen er ye, müzika.